dinni ushlash, cho'g'ini ushlash kabi qiyin bo'lib qoladi deganlar. Shunaqa zamon keladi. Tashlab yuborsang dinsiz qolasan. Bemalol ushab tura olmaysan, qo'ling kuyadi. Ya'ni dindorliging shunaqa qiyin bo'ladi. Ummatim boshiga shunaqa zamon keladi deganlar. Va o'shanda musulmonlar g'arib bo'lib qoladi. Haqiqiy dinni ushlaganlar bechoraga aylanib qoladi. Shundagi bechoralikni qo'ldan bermaganlarga jannat bo'lsin deganlar. Shunday zamonda kishi dinini olib qochish uchun bir vodiylarga yo bir tog'larga chiqib ketadi. Chunki odamlar orasida dinni ushlab turish imkoni bo'lmay qoladi. To'rt tarafdan dinsizlikka da'vat bo'ladi. Dindorlar tomonidan o'sha da'vat bo'ladi. Chalamullalar tarafidan o'sha da'vat bo'ladi. Shunda ko'chaga chiqsa, kimga qo'shilsa bir xato yo'lga qo'shilib ketaveradi. Hech kimga qo'shilmaydigan toqqa chiqib ketishga majbur bo'lib qoladi deganlar. Bunaqa hadis bor. O'sha zamon keldimi deb so'ralayotgan bo'lsa, allaqachon keldi shu zamon. Ming afsus, shu zamon keldi. Biz shunaqa zamonda yashashimiz Allohning taqdiri ekan. Endi buni hikmati nima ekanligini ham Alloh biladi. Lekin bir umid bor. Payg'ambar alayhisalom sahoba-i ikromlarga qarab, sizlar meni sahobalarimsizlar. Menga tushayotgan oyatlarga guvohsizlar. Mo'jizalarimni ko'rib turibsizlar. Shuning uchun men keltirgan dindan agar 50 dan birini qilmasanglar do'zaxi bo'lasizlar dedilar. Lekin ummatimning boshiga shunaqa zamon keladi, shunday fitna zamoni keladiki, men keltirgan dindan 50 dan birini qilsalar jannati bo'ladilar dedilar. Bu gapdan biz ko'proq 50 dan bir emas, undan ko'proq qilyapmiz deb o'ylasak xato qilamiz. Biz sahobalarning 1000 dan birini qila olyapmizmi-kin? Bu to'g'rida Alloh biladi. Ular sahobalardir. Ya'ni Allohning yerdagi nurini yonidagi odamlar. Payg'ambar alayhisalomni ko'rib turgan kishilar. Din tushdi, Qur'on nozil bo'ldi. Shu kimga nozil bo'lsa, shu odamning atrofidagi kishilar sahobalar. Buni men shunday tushunamanki, bizning imomimiz payg'ambarimizdir. Haqiqiy imomimiz. Biz o'sha zotga ergashamiz. O'sha zot tur desa turamiz, yur desa yuramiz. Shu bizni ergashganimiz. Ammo mana masjid saflarida imomning orqasida turganlar hech qanaqa ovoz kuchaytirgichsiz imomning so'zini eshitadilar, harakatini ko'radilar va adashmaydilar. 2-chi, 3-chi, 10-chi saf ham shunaqa bo'lib turar. Ammo keyin hovliga, ko'chaga chiqar ekan, endi tushunmovchilik bo'ladi. Allohu akbar desa sajda qilyaptimi, ruku qilyaptimi bilmay qolish bo'ladi. Buni hammamiz ko'ramiz. Men ta'bir joiz bo'lsa shunday tushunamanki, hozir Janob Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni Madinaga hijrat qilganlariga 1427 yil bo'ldi. Men o'sha har bir yilni musulmonlarning bir safi deb tushunsam, biz 1427-safda turibmiz. Endi Rasulullohning aytgan gaplarini bizga o'rtadagi so'pilar yetkizyapti. Hushyorlari bor, to'g'ri yetkizishadi. Beparvolari bor, xato yetkazishib qo'yadi. Biz o'shalarning gapi bilan ruku qilamiz, o'shalarning gapi bilan sajda qilamiz. Ya'ni diniy amallarni qilamiz. Demak, bu yerda haligi yorug'likdan biz shu qadar uzoqmiz. 1427 yil uzoqda turibmiz-da. Chiroqning yonida ignani ham ko'rasiz. Nariroqda kattaroq narsani ham topolmay qolasiz. Uzoqlashgandan keyin endi g'ira-shirada odamlar to'g'ri yo'lga ketyapman deb butun jarlikka qarab ketaverishi bemalol mumkin bo'lib qoladi. Biz shunaqa holatdamiz. Lekin bir tasalli bor. O'sha imomimiz aytgani, qilgan ishi Qur'on va hadisda qo'limizda turibdi. Ana shuni to'g'ri anglasak, to'g'ri biladiganlardan o'rgansak va to'g'ri amal qilsak, Rasulullohning o'zlaridan olayotgandek bo'lamiz. Ammo o'zlaridan olgan sahobalardek bo'la olmaymiz. Chunki ular ko'rganlar Rasululloh sollallohu alayhi vasallam vujudlarini. O'shaning uchun mana bu zamon, biz yashayotgan zamonimiz, juda hushyor bo'lishimiz kerak musulmonlar. Musulmonlarga qarshi fitnalar, ming xil fitnalar uyushtirilyapti. Shuni kofirlar musulmonlarning qo'li bilan qilyapti. Eng toza, eng adolatli dinni terror deyishyapti, boshqa deyishyapti. Shunga musulmonlar dalil bo'lib berishyapti.
o'shalarning qo'lidagi qurolga aylanyapti. O'shanaqa kofirning qo'lida qurchoq bo'lib qolganlar hammasi yomon odamlar emas, faqat johil odamlar. Kimning qo'lida o'yinchoq bo'lganini bilmay yuribdi ular. Mana shundan ehtiyot bo'lish kerak. Shuning uchun Qur'on va hadis qo'limizda turibdi. Buni hech qaysi kofir yo'qota olmaydi. Alloh saqlayman deb va'da qilgan. Alhamdulillah, mana shunday buzuq zamonda ham Alloh taolo Qur'onga bir harfiga zarar yetkazmay saqlab turibdi. Bizning vazifamiz shu Qur'onga, hadisga muvofiq bo'lish. Demak, din yo'qolmaydi. Qur'on, hadis yo'qolmaydi. Inson Qur'onga qancha yaqin bo'lsa baxtlidir, uzoq bo'lsa baxtsizdir. Musulmonlar Qur'on, hadisga qancha amal qilsalar, shuncha aziz, quvvatli bo'ladilar. Qancha bid'at, xurofotlarga odamlar chiqargan yo'llarga yursalar, shuncha baxtsiz bo'ladilar. Biz shunaqa zamonda yashayapmiz. O'shaning uchun biz o'zimiz farzandlarimizni shu zamonda, shu holatda buzilmasligi uchun doim Allohdan so'rashimiz kerak va Qur'on, hadisni o'rganishimiz kerak, bilganimizni yetkazishimiz kerak. Va Allohdan so'raylikki, Alloh taolo o'zi adashtirib qo'ymasin. Bo'lmasa holimiz xarob bo'ladi.